Afsuski, O'zbekistonda bizada shunaqa onalar borki, o'zini alamini eriga nisbatanmi, qaynonasigami yoki nimadir sharoitlariga boladan oladi alamini. Shuni qanaqadir o'zgartirsa bo'ladimi? Nima qilsa bo'ladi? Albatta o'zgartirish mumkin. Hayotda o'zgartirish mumkin bo'lmagan vaziyatni o'zi yo'q. Balki onalar anglamaydi, bu farzandimga emas hozir, mana bu bo'layotgan hozir vaziyatdan man jahlim chiqib turibdi. Mani nazarimda o'zini hayotiga ta'sir doirasi, ta'sir kuchi judayam kichkina bo'ladi bunaqa insonlar. Ya'ni hayotda faqat kutuvlar bor. Erim menga unaqa qilib berishi kerak, qaynonam bunaqa qilib berishi kerak, bunaqa uyda yashashim kerak, bunaqa mashina haydashim kerak, ishlashga qo'ymayapti bunaqa va bu vaziyatni o'zgartirish uchun men o'zim nima qilishga tayyorman degan savolni o'ziga bermaydi. Vaziyat uchun mas'uliyatni o'ziga olmaydi. Natijada o'sha alamzodi bola pozitsiyasida qovurishadi, keyin boshlanadi. Bolasiga baqiradi, uradi, o'zi qanaqadir hayotdan xafa bo'ladi. Lekin hayotimiz bizga shunaqa berilgan in'omki, har kunimiz imkoniyat ekanligini biz qancha erta tushunib yetsak, shuncha yaxshi bo'ladi. Chunki biz bu narsani tushunmagunimizcha biz borib o'sha boshimiz devorga urilaveradi-da. Shuning uchun bunaqa onalarga mani faqat bitta tavsiyam jabrdiydalikdan qutulish va vaziyat uchun hayotini sifati, qanaqa hayotda yashamoqchisiz, qanaqa munosabatda yashamoqchisiz, faqat va faqat bu narsa uchun mas'uliyatni o'z bo'yniga olish kerak. Erim qachon o'zgarsa, qaynonam qachon aralashmasa deb o'tirsanglar, hech qachon bu vaqt kelmasligi ham mumkin-da. Ungacha bolangiz o'sha katta bo'ladi. Bunaqa oilalarda odatda 3 ta, 4 ta bola bor. Ular ham har bittasi jamiyatga kirib boradi. Jamiyatda travma olgan odamlar juda ham ko'p. Bizga jamiyatda unaqa odamlar yetarli. Bizga jamiyatda sog'lom, ruhiy yetuk, o'ziga tayana oladigan, o'ziga bo'lgan ishonchi sog'lom bo'lgan insonlar ko'proq kerak. Jamiyatni yanada oldinga tortadigan.